qoniqtirishdir deyishyapti. Islomda tasavvuf nima o'zi? Shuni bizga batafsil vasfini aytib beringki, sizni fatvoyingiz g'amgin odamga bir kushoyish bo'lardi degan savol. Keyin u kishi aytadilarki, ya bunayya inni aqulul haqqa muqtani'an va laysa lil haqqi tadlilun va ta'wiju al-'udhru lil mudda'i fima ra'ahu fala taghdab fama qad ra'ahu thamma mamjuju deb boshlaydilar. Ey bolam, men senga haq gapni aytaman, aytganda ham qanoat bilan aytaman, shunchaki seni qoniqtirish uchun emas. Chunki nimada ilmda bir mantiqda bir gap bor. Iqnoiy javob deb qo'yadi. Iqnoiy, ya'ni boshqani qanoatlantiradigan javob. O'zi qoniqmagan